Assalomu alaykum, YouTube tarmog'i orqali bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar. Asaka tumani Labgardoni mahallasida shu xonadonga yarashadigan oq rangli tunkalarimizdan tarnovlari bilan qo'yib berganmiz. 212,5 kvadrat hamda 50 metr tarnovlari bilan polnis shu uyimizni hamda mana bu dorozaxonasini tunkaxon qilib berganmiz. Do'stlar, ishimizga o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Xudo xolasa shu xonadonga yoqqan. Albatta sizlarga ham yoqadi ishimizning sifatiga birinchi o'rinda. Fasadlariga podsvet qilib xudo xolasa chiroyli holatda qilib berganmiz. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz qadrdonlar. Xuddi shunaqa fasonlar bizda 100 dan ortiq kataloglar mavjud. Qilgan ishlarimizni shu YouTube tarmog'i orqali kanallarga joylab boramiz. Ustullarni ham tunkafonda apishka qilib olib berganmiz. Do'stlar, mana bu yerda pereko'sa ekan, xudo xolasa bildirmaslikka harakat qilib, choklarini ham chiroyli holatda qilib keltirib berganmiz. Xo'p, mana bu yerni ham xudo xolasa shu devorlariga bir xilda qilib ishimiz sifatiga baho beringlar. Mana teparoqdan olaman. Valna degan narsa yo'q, tiniq holatda shu uydagi akalarga yoqadigan holatda qilib berganmiz. Kuzatishda davom etinglar do'stlar. Sizlarga ham xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Tunkaxon baza jamoasi albatta ishonchingizni oqlaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.